Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan yana bitta katelligimiz haqida suhbatlashamiz. Xudo xohlasa mana ko'rayotgan bo'lsanglar, oldimizda turgan mana kosvinli boiler, yerda turadigan variantda 200 litrli. Mana Yevroxod katerimiz 30 kilovatli. Shular bilan sizlar bilan batafsil tushuntirib beraman. Tak, boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu yerda bitta yonkisimizdan yerdan kavlangan 15 tonnali yonkisimizdan suv tortyapti nasos, tortib ham urib beradi. Chistotli nasos qo'yganmiz. Mana key elitali rashbaki bor, filtrimiz bor. Mana filtrni ham bemalol tozalab, nima qilsa bo'ladi. Keyingi mana ko'rayotgan narsamiz mana boiler. Katel deganim. Isitish qozoni deydi. O'zbekchasiga olib aytganda Yevroxod 30 kilovatli katel. Mana ishlamatirlari qo'ydik. Buni oldingi videolarda ham qo'yganmiz. Ishlamatir katelning umrini uzaytiradi, zanglari ushlab qoladi. Qisqasini aytganda yaxshi filtr. Mana 32 litrli tushirib yubordik polностью. Bitta mana bypass nimasini katel sistemaga suv qolmaydigan kranni mashi ochib bemalol dalinani ko'tarib qo'yaveradi. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar 1.7 barra ko'rsatib turibdi. Katelimiz radiatorga mana 56 gradusda ishlab turibdi. Endi bu yoqqa o'tib qaraydigan bo'lsak, bu yoqda mana 200 litrli boilerimiz bor. Boiler namuncha shlankasi ko'p deydiganlar bo'ladi. Endi ustkilar biladi buni. Mana hozir sizlarga bir chetdan tushuntirib beraman. Tak. Hozir mana pastdan boshlaydigan bo'lsak, pastdan mana sovuq suv kirishi. Sovuq suv kiryapti. Sovuq suv mana obratkadan keyin, obratni klapindan keyin keyingi holatda mana rashbak qo'yiladi. Ichida bosim oshib ketishini oldini olish uchun bunda sovuq suv qamalganda, misol 3 barda qamalsa, suv isigandan keyin suv kengayish bo'ladi. Fizik qonunida suv ishib ketadi. Shunda ortiqcha bosim qattandir yorib chiqmasligi uchun mana shu rashbak обязательно qo'yiladi. Bu gidroudrar har xil yomon holatlari oldini oladi. Qisqasi mana bu yerda ham врезной klapinimiz bor. Bu ham 6 bardan o'tib ketsa, 6 bosimdan o'tib ketsa, ortiqcha bosim moddan chiqarib yuboradi. Endi ikkinchisini kelib o'tadigan bo'lsak, bu zmeykiga ulangan. Zmeyki nima desa, hozir rasmini topib olsam, rasmini ham qo'yib qo'yaman. Zmeyki ichida mistrukka aylangan bo'ladi, boiler ichida. Boiler ichida mistrukka aylangan bo'ladi-da. O'sha katyoldan kelayotgan issiq suv mistrukkani ichidan aylanib chiqib ketadi. O'shani hisobiga buning ichida 200 litrli sovuq suvni isitib beradi. Bu boilerimiz ikkita zmeykali boiler. Biri katyolga ulansa, ikkinchisi quyosh paneli, quyosh kollektorlariga ulab isitadigan variant. Hozir zamonaviy mashinalar chiqqan. Hozir mijozimizga ham o'sha narsani tushuntirdik, bo'ldi deb tushuntirib oldi. Hozir biz lekin bu yerda ikkita zmeykani bir-biriga mana bypass qilib ulab ishlatyapti. Ikkita zmeyka ishlasa tezroq siydi. O'shani hisobini olib ikkita zmeykani bir-biriga ulaverdik. Lekin shu holatda ham bitta zmeykani o'zida ham isitadi. Mana mavnisi mana krandan kranga bitta zmeyka katel ulansa misol uchun, bu zmeyka bilan mana chiqib ketgan zmeykiga quyosh kollektorini ulab turib issiq suvni tejab, nima deydi? Tekin rasxodda endi u ham endi boshida qimmat rasxod bo'ladi, keyin tekin bo'ladi. Tushuntirib berayotgan bo'lsam, yaxshi har holda. Endi mana podachisi kelyapti bu zmeykani. Bitta zmeykadan aylanib chiqib keyin mana obratkasi chiqib turib, yana ikkinchi zmeykaga mana ulanyapti, podachi bo'ldi. Mana oxiridan yana chiqib katyolga qarab, katyolning obratkasiga urilgan, obratkasidan obratkaga qaytib ketaveradi. Endi mana chistotli nasos qo'yganmiz. Bitta kattaroqdan qo'ydik. 25 ga 6 nasos qo'yib yubordik. Hozircha obyektimiz kichkina joyga aylanib turgan bilan keyinchalik bitta hozir 400 kvadratli binoyimiz bor. Uning ichida 3 ta sanuzel bo'ladi yana. Hozirgi qilgan sanuzelimiz bilan 4 ta sanuzel bo'ladi. Shundan nasos kattaroqni qo'yib yubordik. Xullas mana motorni ham baqbat qilib ushatib qo'yganmiz. Mana bu yerda ugonni berib, chotki, akkuratni. Endi mana bu podachi. Podachi ketyapti. Issiq suv svisitelni ochganda moment issiq suv suvish uchun mana shu podachi boradi, aylanib mouse qaytib kelib turadi.
постоянный. Nechta tochka bo'lsa, rakvinami, semisitlmi, to'g'ratni semisitil hammasidan aylantirib mana shunaqa uslubda ishlaganmiz. Qanchalik uzoqda bo'lganda qizig'i yo'q. Shuni ochdi, moment issiq suv tushadi. Mana bu chistotli nasosimiz mana 18 vatt tok yeb turibdi hozir. Buni ko'rsatib turadi. Avto rejimga qo'yib qo'yganmiz. Endi mana ko'rayotgan bo'lsanglar, boylerimiz proyekt degan boyler. Hammaning ichida teni bor. Misol uchun gaz bo'lmay, boshqa bo'lmay, gaz yo'q joylarga ham tenini ishlatib qilsa bo'ladi. Hozir biz tenini umuman ishlatmadik. Mana ichida mana klipsolari ham bor. Elektrika bemalol ulab ketadigan joyi. Qisqasi mana manometr bari ko'rsatib turibdi 2.2 da. Manometrimiz mana 40-45 graduslarga ochiq turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana aka. Ish biram akkuratlik bo'lgan. Endi mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yoqda mana bitta kollektorimiz bor. O'zi 3 talik kollektor, bittasi radiatorga, ikkitasi to'klik bo'lganga. Boya aytganimda bu sistema hozir keyin 1 yil, 2 yilga bormasdan buziladi, boshqatdan qilinadi. Shundan eng minimalniy xarajatda mana shu holatda qilib ketyapti. Hozir ertaga bular hammasi olinadi, boshqatdan yana teriladi. Endi mana bu rashbak. Bu yerda nimaga ikkita rashbak, ikkita qizil rashbak desa, mana bu bittasi boylerga tushuntirdik. Sovuq suv qamalib isigandan keyin suv kengaygandan oldin oladi, ichiga ortiqcha bosimni oladi. Bosim kamayib ketganda yana qaytib joyiga beradi. Bu ham xuddi shu bu sistemaga ulangan. Bu katyolli sistemasiga ulangan. Mana ko'rsanglar, bundoq kelgan. Mana obratga kirib ketgan. Katyolli sistemaga oxiriga kelib turib, mana bu papetka kiran turibdi. Papetka kiran suv kelayotgan suvni sistemaga urib beradi. Bunga hech qanaqa chelaydi suv sol, bu yo'q. Shundan ochiladi, bo'ldi, mana ko'tariladi. Bu katyolimizni oldin ham aytganmiz, bu katyol nomerali katyollardan. Endi misol men Yevroxod demoqchi emasman. Mana shu osma, nastenniy katyollari hammasi yaxshi katyol, yomon katyol emas. Faqat hamma nimalarni o'ylab qilinsa, mana stabilizatorimiz bor, antiskachokimiz bor, katyolni himoya qiladigan narsalar. Bu o'zini o'zi ham 12 ta bosqichda o'zini o'zi himoya qila oladi. Misol ugar gaz chiqib qolsa, o'zi sezadi, uchiradi. Bosimi kamayib ketsa, o'zi sezadi, uchiradi. Katyolni ichiga havo yaxshi kirmasa, o'zi sezadi, uchadi. Ma'lumot yozuvchi chiqadi, E1, E2 deb ashka berib yozuvchi chiqadi. Uni ko'rib, misol uchun o'zini pasportida, qo'llanmasida nima yozib qo'yilgan hamma narsasi bor. O'shani ko'rib, nima bartaraf qilib, yana yo'qsa ishlab ketaveradigan joyi. Ha, odamlar buni yaxshi tushunib olmay, aniq qila olmay, bu katyollar bo'lmaydigan katyol ekan, uchaverar ekan, ishlamas ekan, har xil negativ fikrlar bo'ladi. O'zi aslida unaqa emas. Buni katyollarni ustasiga qo'ydirish kerak va o'sha ustasidan bir maslahat so'rab tursa, cho'tki ishlaydi. Xudo xolisa o'zimiz qo'ygan joylarda hech biri hali uylatilmadi. Arzondan ham qo'yganmiz, ishlayapti hali ham. Misol, meni shuncha ham ko'tarmaydi deydiganlar bo'ladi. Boylerimizni holatini tushunmagan odamlar bo'lsa, yana bir alohida tushuntirib berishim mumkin, alohida murojaat qilganlarga. Fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Hammaga rahmat, xayr.